Xudo xolasa Cobalt korobkani ham yechish jarayoni ketyapti. Bunda korobka miya bilan ikkita datchigi bor, shuni ko'ramiz. Выходной val datchik bilan входной val datchikka ошибка bergan. Neverniy signal deyapti. Bu asosan korobka miya yoki shu datchiklardan bo'ladi bu narsa. Korobkani yerga olib, ichini to'liq maydalab ko'rish shart emas. Agarki ichida состоянияsi normalniy bo'lsa, korobkani normalniy bo'lmasa, ekspluatatsiya qilinmagan bo'lsa, uni ichini ochib, filtrlarni to'liq almashtirib olish kerak. Bu mashinada olib qolganmiz. Shu muammosini o'zini bartaraf qilib bering deyishgan. Shuning uchun hozir korobkani ochish jarayoni ketyapti. Xudo xolasa korobka miyani olindi. Ko'rib turibsizlar, korobkada перегрев bo'lgan, qisilgan korobka. Xo'p. Buni endi korobkasini полностью ochib, xudo xolasa to'liq обслуживаниесini qilib beramiz, xudo xolasa. Videoni kuzatib boringlar. Xudo xolasa birgalikda ko'rib tekshiramiz. Xudo xolasa korobkasini ham tushirib oldik. Korobkani yechishdan oldin gidroblok, выходной val datchiklarni hammasini yechib olgandik. Ekspluatatsiya qilmasa iloji yo'qligini mana bitta sababi. Shuning uchun majbur bo'ldik korobkani tushirib, xudo xolasa ichini yorib ko'rishga. Mana xudo xolasa filtrlarni ham как положено cho'tki qilib alishtiramiz. Ko'rib turibsizlar. Korobkani полностью maydalab oldik. Filtr to'lgan. To'la yuvib, tozalab, xudo xolasa cho'tki qilib, bu bundan oldingi ochgan korobkamizdan ko'ra состоянияsi yaxshi, xudo xolasa. Xudo xolasa mana korobkamiz ham yig'ish boshlab oldi. Vtulkada seli almashdi. Valdagi o'qlarni yo'qotdik. O'qdagi luftlarni yo'qotdik. Xudo xolasa sborka jarayoni boshlandi. Mana xudo xolasa korobkani asosiy tomonini sborka qilib oldik. Endi yangi filtrlarni qo'yib, to'la sborkasini qilsa, xudo xolasa ishimiz ancha oldinlaydi. Xudo xolasa o'zini miyasini klon qilish jarayoni ketyapti. Tak, flash o'qish jarayoni. Yangi korobka miya datchiklar bilan xudo xolasa qo'yib beramiz. Ko'ramiz endi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Hozir to'la hamma solenoidlari ham to'lgan, miyada mana platada uzilish bor. Выходной val datchik bilan входной val datchik. Buni endi remont qilish imkoni yo'q, shuning uchun buni boshqa qo'yamiz.
Hozir o'zini proshavkalarini o'qiyapti terminalda. O'zini faylini o'qib, yangi bo'lga yozib olsa, bu korobkamiz deyarli tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa korobkani ham yig'ishtirib joyiga qo'yib oldik. Ustalar yig'ishtirishyapti. To'liq sborkasini qilgandan keyin hop, yurib tekshiramiz. Test drive qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, Cobalt korobkasining remontini bitirdik. Test drive jarayoni. Chotki hammasi. Minib, sinab, tekshirib ko'rdim. Xudo xolasa, korobka sohasi bo'yicha ham kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.